2 bob. Şu yili 7 ayning 1 kuni Parvardigordan Hagay payg'ambarga yana vahiy keldi. Shealtilning o'g'li Yahudiyaning boshlig'i Zerubabelga, Yozadaqning o'g'li bosh ruhoniy Yeshua va surgundan qaytib kelgan barliq xalqqa bu so'zimni yetkizgin. Bu ibodatxonaning burunqi hashamatli ko'rinishi kimning esida bor? Hozir sizlar qarab beqinglar. Bu ibodatxonaning siyoqi qandoq bo'lib qolgan? Uning ilgirki holatidan qilchi asar qolmagan-ku. Parvardigor yana shundoq deydi-ki: Ey Zerubabel, jasoratlik bo'l. Ey Yozadaqning o'g'li, bosh ruhoniy Yeshua, jasoratlik bo'l. Shu yerdagi barliq xalq, sizlarmi jasoratlik bo'linglar. Hozirli ishga kirishinglar. Menki qudratlik sardar Parvardigor sizlarga yar bo'laman. Bu mening va'dam. Sizlarning ajdodlaringlar Misrdan chiqqanda men har qachon ularga yar bo'lishga va'da bergan. Hozirmi mening ruhim sizlarga yardir. Qo'rqmanglar. Qudratlik sardar Parvardigor shundoq deydi-ki: Men az vaqtdan keyin yana osmon zemin, dengiz okean va quruqlikni zilzilaga keltiraman. Men butkul ellarni zilzilaga keltiraman. Ularning mol dunyosi bu ibodatxonaga elib kelinidu. Qudratlik sardor Parvardigor yana shundoq deydi-ki: Bu mol dunyo bilan ibodatxonani shon sharafga to'ldiraman. Kumush meningkidir, oltinmi meningkidir. Bu ibodatxonaning kelgusi burunqidanmi parlaq bo'ladi. Men bu yerda ularga tinch amonlikni ata qilaman. Bu mening so'zlarimdir. Darius podshoh hokimiyat tutgan 2-yili 9-oyning 24-kuni Parvardigordan Hagay payg'ambarga vahiy keldi. Qudratlik sardor Parvardigor shundoq deydi-ki: Sen ruhaniylardan Tevrat qonunlari to'g'risida mundaq savol so'rag'in. Agar birsi muqaddas qurbonlik go'shtin bir parchani peshiga o'rab, elib ketayotganda, uning peshi nonga, taomga, sharobga, zaytun yig'iga yoki har qanday bir yemeklikka tegib ketsa, bu yemekliklarmi muqaddas bo'lamdi? Hagay payg'ambar ruhaniylardan javobini so'ragan edi. Ular yo'q deb javob berishdi. Hagay payg'ambar yana ruhaniylardan agar jasadni tutish bilan nopok bo'lib qolgan birsi bundaq yemekliklarning birariga tegib ketsa, u bu yemekliklarni nopok qilgan bo'lamdi deb so'radi. Ruhaniylar ha, nopok bo'ladi deb javob berishdi. Hagay payg'ambar so'zini davomlashtirib yana mundoq dedi: Parvardigor deydi-ki: Mening nazarimda bu xalq nopokdir. Ularning qo'llari tekkan har qanday ish, menga sunilgan barliq qurbonliklarimi nopokdir. Sizlar hozirdan boshlab ibodatxonamning ulini qo'yishdan burunqi o'tmishni o'ylab beqinglar. Burunqi ahvolinglar qandoq edi? Kishilar bir dövi ochliqning 20 tag'ar chiqishini umid qiladi. Lekin u faqat 10 tag'arla chiqadi. Bir kup sharobning 50 ko'zi chiqishini umid qiladi. Biroq 20 ko'zila chiqadi. Men Parvardigor shundoq deymanki, men ziroatlaringlarni quritib etish uchun issiq shamol chiqardim.
ularni sestivetiş üçün nemlik düşürdüm. Men ziraatlaringlarga möldur yağdırdım. Şundaq turuqluq, sizlar mening yo'limga qaytib kelishni rad qildinglar. Bugun 9-oyning 24-kuni, ya'ni ibodatxonaning ulini puturgan kundan boshlab o'ylab beqinglar. Ambarda uruq qoldimi? Qolmadi. Üzüm, encür, anar ve zeytun daraxtlarining hech qaysi meva bermedi. Endi men bugundan boshlab sizlarga barakat yog'diraman. Shu kuni, yana 9-oyning 24-kuni, Parvardigordan Hagayga 2-chi qaytim vahiy keldi. Sen Yahudiyanning boshlig'i Zerubabelga aytqin, men osmon zeminni zilzilaga keltirish oldida turaman. Men podshohliklarning toj taxtini og'dirib tashlab, ularning kuch qudratini vayron qilish oldida turaman. Men ularning jang harvalarini va harvalardagi lashkarlarni yer bilan yakson qilaman. Otliq chavandozlar otlari bilan yiqiladi. Ular o'zaro qirg'in qilishadi. Qudratlik Sardor Parvardigor yana shundoq deydi-ki, bu ishlar yuz bergan kunda men seni Shealtilning o'g'li, xizmatkorim Zerubabelni ko'kka ko'taraman. Men seni möhürlük üzük qilaman. Chunki men seni tanlaganman. Bu mening qudratlik Sardor Parvardigorning aytgan so'zlaridir.